Biz kimmiz? Biz kimning bolalarimiz? Savol ber moziga tikib ko'zingni. Savolingga javob topganing zamon sen anglab olgaysan avval o'zingni. Sen anglab olgaysan hayot ma'nosin, bilgaysan nimadan umr iborat. Sen anglab olgaysan ne uchun aziz istiqlol atalgan buyuk imorat. Uning binosini yillar, asrlar jasur va donishmand bobolar tikkan. Afrosiyob bobo, To'maris momo, mangu berdi o'g'lon, Tarobiy o'g'lon, istiqlol atalgan qutlug' binoning har bir g'ishti uchun qonini to'kkan. Bu yurt beshigida necha donishmand ona allasini tinglab ulg'aygan. Xorazmi, Farg'oniy, Abu ibn Sino, Buxoriy, Termiziy, Shohi Naqshband yaratgan hikmatu ilmu donishdan vatan imorati bo'lgan sarbaland. Temurbek tiklagan har bir koshona odamni yuksakka chorlab turibdi. Ko'hak bag'ridagi rasad ustida eng porloq kavokib porlab turibdi. Bobolar aqlining ongu shuurin timsolin ko'rmoqchi bo'lsang, o'sha on osmonni to'ldirib paydo bo'lajak charog'on zakovat ziji ko'ragon. O'zbek yuragini bilmoqchi bo'lsang, o'qib o'tirmagin boshqa nomani. Uni anglagaysan qo'lingga olsang, ma'rifat gultoji Bobur nomini. Gar o'zbek umrimni qanday yashadim deb kechgan yo'liga nazar tashlasa, quyoshlar makoni asqartog'dayin ufqni to'sgancha yuksalar xamsa. Ey 20 yoshli istiqlol o'g'lon, 1000 yillik bu yurtning ishonchi sensan. Endi bobolaring yaratgan bog'ning merosxo'r bog'boni, posboni sensan. Bobolardan meros yam yashil bog'da endi sen nihollar o'tqaz yashnasin. Bobolar hikmati, momolar so'zi sening yuragingda endi yashasin. Ulug'bek tog'idan boqqin falakka, Buxoriy hikmatin, Sino ilmini, Temurbek boboning tuzuklarini mahkam jo aylagin toza yurakka. Senga yo'l ko'rsatsin doim hidoya, Sahihi Buxoriy tilingda bo'lsin. Forobiy orzusi, Farg'oniy dardi, Termiziy hikmati dilingda bo'lsin. Bobolar nomiga mahliyo bo'lib yashab yuraverma, oldinga intil. Ularga munosib bo'lmoqchi bo'lsang, doim tafakkur qil, doim ijod qil. Ey asrday shiddatli uchqur talgoda, baxtli istiqbolga talpingan diyor, buyuk maqsadlarni ortib yelkada olis manzillarga intilgan diyor. Bu buyuk shiddatda bobolar ruhi, navqiron naslning o'yi mujassam. Bu tengsiz shiddatda ulug'vor moziy, nurafshon faslning kuyi mujassam. Mana shu shiddatu, mana shu bo'ston, onadek muqaddas hur O'zbekiston. Asrlar oshsinu doim bor bo'lsin, doim ravnaq ila baxtga yor bo'lsin.